Assalomu alaykum akalar opalar. iPhone 17 Pro Max'larimiz 8000 rubldan bo'ldi. Aksiya shoshilamiz. Umidjon nima 8000 rubl? Bu ichi Android. Biriga bir iPhone 17 korpusiga ishlangan qanday komplektatsiyaga. Naushnik, zaryadnik, 6 oy garantiyasi bor. Hozir kimga amino ishlataman, arzon bo'lsin, yaxshi bo'lsin, nima deydi? Restoranga kirganda chapaq qo'yib qo'yaman desa, biriga bir prozrachniy chiqol stiklo, polni komplekt, 6 oy garantiyasi bor. Avishda Androidda ishlaydimi? 100% garantiya. Bu Android o'zi. 6 oy garantiya. Просто korpusga, iPhone korpusiga qo'yilgan, tamom. Ichi polni Android. Aka, Umidjon bu 22 Ultra, 26 Samsung Ultra. 22 qarang, bu 32 ming rubl. Komplektga original zaryadni qo'shmagan. Mana bu 26, bu yangi. 100 ming rubl. 100 ming, 26 Ultra Samsung. Qora rangi. Mana bu ham skidga bo'lyaptimi? Mana qarang. Bitta bo'linglar, mana qaranglar. Qora rangi. Mana qaranglar. Kamera chap. Adashmasam 512. Pamyata 512 liga. Baribir Samsung zo'ra. Yuraklaringiz yig'ladimi? Yangi chiqqani. Umidjon, mana bu telefonlar skidkadan A36. Skidkada mana bu yerda nechisi ham bor mana. A17 ekan, 12 ming rubl. Mana qaranglar. Buni qaranglar. A17 Samsung. Baribir Samsung legendada qaranglar. 107 ming iPhone. 107 ming variantlar, hamma variantlar bor. Hozir buni ko'rib turib, haqiqiy iPhone bormi deb so'rab qoladiganlar ham bor-da. Bor haqiqat. Yuring iPhone haqiqiysini ko'rsataylik. Akalar qarang. Haqiqiy iPhonelarni Ochiq bor, bo'sh variantlar ko'rsatib, shunga ham qiziqadi. 13 lar bor. 13 qancha? 14 bor, Pro 15 bor, 17 bor. 13 40 ming a? 13 ham 40 ming, 14 ming, 14 ham 40 ming. Bittasi yangi, bittasi B3. Mana iPhone 13, 14 Pro Max'imiz bor, 13 Pro'miz bor. Ikkalasi ham 40 ming rubldan. Mana yerda juda ko'p iPhone B3'liklari ham bor. Original pachkalari ham bor. 107 ming rubldan. Yana bitta iPhone 17'miz bor. Shazat aka. Mana shu sotilsa, O'zingiznikimi? O'zimniki mana. Akbardiki mana. 17 Terabayt olmoqchi. ochinglar. Terabayt olmoqchi, bu 512. 512 lik sotiladi. Terabayt Terabayt. sarapinasi yo'q. Qancha olgansiz? 110 ming rubl. 142 ming olaman, 110 mingga sotaman deyapman. Ayta o'zi 107 ming qo'yib qo'ysizlar. Yo'q, bu 512 lik plus sim yesim. Ham sim ham. Hozir 107 ming degan to'ki yesim boshlanadi 256 lik bo'ldi. Batareyasi-chi? Batarya 100 bo'ldi. 100 soat. 140 marta zaryad olgan. 140 marta zaryad olaman. Kimdir olaman desa. 1 Terabaytning terabaytligini olaman. garantiyasi ham bor Akbardan. Servis Magazinda. magazinda. Mani o'zim ham sotaman bunaqada. 140 ming. Savol keladi, nimaga bu sotyapti? Bu terabayt olmoqchi. Rastayam Biz endi blogga video olamiz. Mani o'zimga ham pamyati maydalik qilyapti. Lekin video solsam to'lib qolyapti, shuning uchun sotyapti. U bilasizlar, tojikcha auditoriya bilan videolarda Akbar Usto deb kanalini yozsalaring, YouTube'da ham, Instagramda ham chiqadi. Buncha chamadon bu. kanali Akbar Usto. Chamadon qarang. Bu hammasi qo'l problem, sinmayotgan ma'lum dakazatlar. To'xtang, nakazat qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Bu dakazat istoriya emas. Uni kichkina bolalar ham tepadi. Mana dakazat. Ko'ryapsiz, nima bo'lib ketdi? Hapsida ko'ring. Ko'ring. Mana shunday qilasiz, yana iziga qaytadi. Mana даже rangi o'ziga kelib qoladi. Bu rezin hech nima qilmaydi. Mana bu eng kichkinasi 2000, qolgan 3000, 3,5 ming variant любой xil ratsvetda. Mana bu tomonga esa chamadonni olishdan oldin bilet olish kerak. Avval bilet olish kerak. To'xtanglar, chamadonni oling. Bilet qancha bo'lyapti? Arzon biletda 3,5 ming hozir. 3,5 ming. Qayerga? mana telefon nomerini ayting. Akalar, telefon nomeri yoz, yana men og'iz bilan aytaman, yozib olinglar, sababki mashinanglar ham chiqadi. 891 579 06 06. Mana shu nomerlarga telefon qilsalaring, eng ishonchli aviakassa javob Ertaga o'zgarib qolishi ham mumkin. Bu Toshkentga 3,5 ming, Samarqandga 3,5 ming. Shuning uchun Bilet har kuni o'zgaradi. 500 rubl, 1000 rubl. Ha, 500 ming farq qiladi. Ha. Yana umid masjid Duxiylar qanday bo'lyapti? To'qilar любой xil kurs, любой xil variant. Vaqti qarang mana. 3,5 mingga beramiz deydi mana. 999. Bitta narsa aksiya. Mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsalaring, yoshi 60 dan o'tgan ikkita odamga men kelinglar bepul beramiz. Berasizmi? Qayerdan topamiz 60? O'z kelib pasportini ko'rsatadi. Bo'ldi. 60 yoshdan tepasi kelsa, ayolmi erkakmi, kelinglar ikkita do'qini faqat ikki kishiga xohlagan paytinglarni kelib olib kelib pulni ishlama kerak. Shahzod aka nomida. Umidjon, faqat telefon deymiz birinchi etajdagi mana bu instrumentlar Kimdir? skidka nima bo'ladi? Ha, ko'rmagan, bilmagan bo'lsa skidkasi bor mana. 2,5 ming rubldan bu yerda svarkalar boshlanadi. Qaysi? Mana bu qancha kichkinacha? Bu 4 ming. Nimaga bu qimmat?
Bu uy sharoitiga bu Resantani Evrolux degan variant. Bu ham Resanta faqat yangi dizaynda ishlab chiqarilgan. Zo'ri. Uy sharoitiga bu domashniy zo'ri mana kuchlari mana bu bo'ladi. 7,5 ming bo'ladi, 220. Пониженное напряжение PN deydi variantda mana full avtomat. Любой xil mana hozir kimdir bilmasa, mana bu yoqda moykalarni ishlatib ko'rsatdi-ku. Qog'ozni akalar mana shu moykalarimiz любой xil kardon qog'oz, даже kraskani ham ko'chiradi. 5 xil varianti bor. Mashina o'zi kraska ko'chirib yuboradi deydiganlarga. Nasatkasini qo'yaverasizlar, xohlagan turda yuvadi. Kraskani ko'chirmaydi. Agar xohlasalar, kraskaga ham ko'chirib tashlaydigan joyi bor. Mana shu magazinni bir aylantirib ko'rsataylik. Akalar, mana aksofga nabor chiqirib faqat shurupayyor lazer ko'rsatamiz, boshqa narsa ko'rsataylik odamlarga. Mana perforatorlar bor. Napatga kerak bo'ladi. Mana bu narsalar o'ta qattiq, baquvvat narsa men o'qiganman. Umid Ustoga rahmat, qabristonga bepul bergan, men olib berdim Umid Ustoning nomidan. Ko'rib turgan bo'lsalaring. Mana nasoslar kerak emas. Mana bu narsa zo'r narsa. Yerga ursangiz pangillatadi. Betonni teshib o'tadi. O'rginlarimizni xohlagan turda meshalka ustalarimiz uchun ko'ryapsizlar. Mana bu narsa nima yangi ketdi? Nasosmi nima bu? Bu nasoslar. Suv nasosi? Suv nasosi. Ha, bu o'zi uchadi, mana o'zi pastga tushganda papilok hisobi. Akalar, bu nasosga suvlaring tugab qolsa ham o'zi havuzdan bemalol tortib o'zi uchadi. Uyga qo'yadi, kranni ochganda yonadi, o'chirganda o'chadi. Qancha shu? Adashmasam 6 ming rubl. 6 ming. 4 ming. 4 ming rubl. 3,5 ming bo'ladimi? 4 ming bo'ladi. 4 ming bo'lish, ha? Bugun skidka so'ramayman. Umidga ham chaqirdim skidka so'raman. Nima bu? Rezba chiqaradi, buni ustalar o'zi biladi mana. Nimaga rezba chiqaradi? Sarvat bo'lib qolgan. Ha. Rezbani любой xil qilib boshqatdan ochsa bo'ladi. Mana bu variant. Mana bu yoqda fonariklar любой xil variant. Sovushni deydi mana. 2,5 ming rubl. Buniki pul yo'q bo'ladi. Ancha 1 kilometrga yorib qiladi. 5 kilometr oshidan. Mana bu ham bir narsa ko'rsatib o'ting. Operator bir ko'rsatib. Mana shu ustalar uchun hamma narsa bor. Temir kesadigan qaychi, truba kesaveradigan santimetr ustalarga hamma namud narsa. Koronka deysizlarmi? Xullas qaranglar, hamma narsani topasizlar mana shu yerdan. Atyorga xullas akalar kolonka, bluetooth bilan ishlaydigan Umid ayollar uchun ham narsa olib kelgan. Pilisos deysizmi, mana bunaqangi shavarma qo'yib isitadigan deysizlarmi? Xullas hamma narsasi bor. Utuglarimiz santimetrga uchun mana. Hamma xil utuglarimiz bor. Mana bu tomonda naborlarga ham mana qarang. Naborlar adresda aytdik mana. Bu xil servisni variant, domashniy variant ko'rsatganmiz. Bugungi kunda mana bu aksiya bu uy sharoitiga, servisga olmay uy sharoitiga. Mana shu 10 kilo, 10,5 kilo 4 ming rubl. Mana hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor. Mana shunday bo'ladi. Xullas bitta uyga ketadigan hamma kluch, hamma narsa bor, bemalol 4 ming rubl. Mana bu kameralarimizni olib borasizlar. Men shaxsan o'zim uyimga olib ketib qo'yganman, Umidjon bergan. Buni qo'yasiz, bundan ovoz ham boradi. Sizga telefonga ham ovoz keladi. Kolonkasi bor kamerada. Siz telefondan turib gapirsangiz, baqa ham ovoz boradi. To'kam kerak emas. Buni telefon orqali mana bu kameralarni aylantirib xohlagan stilda o'zingiz ishlatishingiz mumkin. Rossiyadan turib uyingizni bemalol kuzatasiz. Svet o'chib qolgan taqdirda ham o'zining quyoshli paneli bor. Narxi qancha buni? Duplikat 5,5 ming rubl. 7 ming. 7 mingmi? 7 ming rubl ekan aka. Bo'lmaydi ekan, qimmat bo'lib ketibdi. Qani 5,5 ming degan. 5,5 mingligi ham bor-a? Bu 7 ming ekan, mana 5,5 ming. mingligi ham bor. 3 mingga ham bor, mana bu 5 minglik, 3 minglik, 7 minglik, mana hamma narsa bor. Ko'rib turganlaring, buni ham telefon orqali boshqarasiz. Telefonga ovoz boradi. Siz Rossiyadan turib uyingizdagi ovozni eshitasiz. Siz telefondan turib gapirsangiz bu tarafga keladi ovozi. Bemalol boshqaraverasiz. Mana xullas variant, ochiq variant. Mana ko'rib turibsizlar. Mana hamma tarafga aylanadi, mana kolonkasi. 360 gradus 5 ta kamera adashmasam komplektda hamma tomonni kuzatib tursa bo'ladi. Mana ikkita tarafini ikki tarafga buni o'rtaga qaratib qo'yadi. Bu ko'chani desa, bu uyiga qaratib qo'ysa ham bo'ladi. Uyda darvozadan kirgan tomon. Mana. Akalar, narxi 3 mingdan boshlanadi, to 7 minggacha bor. Akalar, bemalol kelaverasizlar. Mana bu qanday pichoq chaqlaydigan apparatlarimiz, bolgarkalarimiz, mana bu nima edi o'ti? Akkumulyatorni pila, o'tin kesadigan akkumulyatorlar. Pilaga benzin solib darillatib o'tirmaysiz. Endi bu tok bilan bu ishlab chiqdi. Qanday yoqadi buni? Yana bitta batareyka qo'yishimiz kerak. Buni yoqish. Ha, 2 batareyasi bor. Qancha narxi buni?
Buni narxi ikkita batareyka bilan plus minus 16-17 mingga borib qoladi adashmasam. Bitta zaryadi bilan qancha ishlaydi bu? Necha soat ishlaydi? Yarim soat bez ostonovka. Bez ostonovka yarim soat. Adreslarimiz ko'rib turganlaringning Metro Tiflistonning 4-vodidan qaranglar. To'g'ri kelganlaringda Isto'g'ay magazin 20 qanday o'xshab qilib, kerasini qaranglar.